Ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi ma'lumotlarda bu insonning o'lib ketganligi to'g'risida ma'lumotlar berilgan bo'lsa-da, ammo butun dunyo hozirgi kunda aynan bu inson Jeffrey Epstein, amerikalik pedofil va multimillioner bo'lgan inson to'g'risida va uning fayllari to'g'risida muhokamalarni davom ettirishmoqda. Oxirgi yangiliklarga ko'ra, Amerika Adliya vazirligi shu darajada ko'p ma'lumotlarni, informatsiyalarni ommaga taqdim etdiki, 6 million faylning ichida ayrim bir insonlarning nomlari qoralangan va ayrimlarniki esa xuddiki ularga tuhmat toshi otilgandek qilib ko'rsatilgan. Bugungi videomizda biz bu fahshga botgan pedofil multimillioner amerikalik Jeffrey Epstein to'g'risida emas, aksincha uning ortida turgan siyosiy ishlar to'g'risida birgalikda gaplashamiz. Videoni boshlashimizdan oldin albatta bizning Amerikadagi O'zbeklar nomli YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni, videolarimizga like va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Aynan sizning kommentariyalaringiz va layklaringiz bizning kelajakdagi yanada ko'proq ijodlarimizni, video kontentlar qilishimiz uchun katta motivatsiya bo'la oladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Qani unda ekran oldiga yaqinroq keling, biz o'z videomizni boshladik. Amerika hukumati ommaga taqdim etgan 6 million faylning ichida ayrim bir manbalarda juda ham katta tashkilotlar va juda ham katta bo'lgan multimillioner insonlarning nomlari qayd etilgan va bizga juda ham mashhur bo'lgan o'sha pedofil Jeffrey Epstein to'g'risida ham juda ko'p ma'lumotlar kundan kunga chiqib kelmoqda. Ayrim bir manbalarda aytilishicha, Jeffrey Epstein qaysidir davlatga josus etib tayinlangani va qaysidir tashkilot tomonidan atayin josus qilib tayyorlangani to'g'risida ham ma'lumotlar kundan kunga chiqib kelmoqda. Videomiz davomida bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Jeffrey Epstein ilk karyeralarini Wall Street ko'chalarida o'rta miyona moliyachi bo'lib boshlagan va o'rta miyona moliyachi bo'lishiga qaramasdan u Amerikaning eng oldi iqtisodchilari va eng oldi elit insonlari bilan aloqalarni o'rnata olgan. Nafaqat Amerika, balki boshqa davlatning multimillionerlari va boshqa davlat vakillari bilan ham, eng oldi insonlari bilan ham o'z aloqalarini o'rnata olgan. Fayllarda keltirilgan insonlarning nomlari shu darajada ko'pki, dunyoning barcha multimillionerlari, milliarderlari va elit insonlarning nomlari qayd etilgan va hozirgi kunda ularning nomlarini birma-bir qayd etib yozib chiqishmoqda. Ular to'g'risida to'g'ri ma'lumotlar berilgan yoki-da yo'q, bunga ham aniqlik kiritishmoqda. Keling, hozirgi videomizda biz aynan bu fayllarda berilgan nomlarning eng yiriklari, dunyo deyarli taniydigan multimillionerlar va elit insonlar to'g'risida qayd etilgan nomlar va ular haqida berilgan ma'lumotlardan birma-bir ko'rib chiqamiz. Isroilning sobiq vaziri, undan tashqari 6 yil davomida mudofaa vaziri bo'lgan Barak Ehudning ham Jeffrey Epstein bilan aloqalari borligi, undan tashqari yozishmalarning birida Jeffrey Epstein Barak Ehuddan ma'lumotlarni ishlatishim to'g'risida sen aniq bir javobingni aytishing kerak deb va gapining oxirida smayliga jo'natib qo'yganligi to'g'risida ham ma'lumotlar ommaga taqdim etilgan. Yana bir qiziqarli ma'lumotlardan biri Jeffrey Epstein va Isroilning sobiq vaziri Ehud o'rtasida bo'lgan yozishmalarning birida Ehud Jeffrey Epsteinga xuddi shu so'zlarni yozgan. Uning do'sti Lara Saines AQSh Federal Demokratik partiyasining zaxiralari bo'limiga nomzodi qo'yilishdan bosh tortgan va bundan do'sti juda ham qattiq ranjiganligi to'g'risida ham yozib qoldirgan. Xo'sh, bu yozishmalarda nomi qayd etilgan Lara Saines aslida kim bo'lgan? Lara Saines ham juda ham yirik insonlardan biri bo'lib, 5 yil davomida Harvard universitetining bosh prezidenti, 2 yil davomida Amerika moliyasining bosh vaziri, undan tashqari Dunyo bankining eng oldi iqtisodchilaridan biri bo'lgan. Shu joyda juda ham qiziqarli savol paydo bo'ladi. Nima uchun amerikalik pedofil Jeffrey Epstein va Isroilning sobiq vaziri Ehud o'rtasida aynan Harvard universitetining 5 yil davomida prezidenti bo'lgan va dunyoning eng oldi iqtisodchisi Lara Saines to'g'risida gap ketgan? Juda ham shubhali, to'g'rimi? Anil Ambani. Bu inson to'g'risida oldin eshitgan bo'lishingiz mumkin. Hindistonning eng oldi boylaridan va milliarderlaridan biri hisoblanadi. Dunyo iqtisodiy inqirozdan endi chiqishni boshlagan paytlari aynan 2010-yillarda bu insonning 14 milliard dollardan oshiq pullari mavjud bo'lgan.
Anil Ambani o'zi aslida hindistonlik boshqa multimillioner Mukesh Ambanining ukasi hisoblanadi. Fayllarda xuddi shunday ma'lumotlar berilganki, aynan bu multimillioner bilan Jeffrey Epstein 2015 va 2017-yil oralig'ida juda ham ko'p yozishgan. Hindistonlik bu millioner va Epsteinni bir-biriga tanishtirib qo'ygan inson yana bir arab milliarderlaridan biri, butun dunyodagi eng yirik Ford operatorlarining boshlig'i Sulton Ahmad ibn Sulayn hisoblanadi. Bu mashhur multimillioner arab Epstein bilan juda ham qalin do'st bo'lgan. Ayrim bir fayllarda va kadrlarda aynan Epsteinning orolida va uning uyida arabcha ovqatlarni aynan bu multimillioner o'zi qilib berganligi to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud. Hindistonlik bu milliarder Epsteindan Amerika va Hindiston o'rtasidagi harbiy munosabatlarni yaxshilash uchun Oq uy bilan o'z munosabatlarini o'rnatishiga yordam berishini so'ragan. Aynan o'sha davrlarda ham Amerikaning prezidenti Donald Trump bo'lgan. Ambani Epsteindan Donald Trumpning kuyovi va prezident maslahatchisi bilan Hindistonning vazirlari va katta lavozimdagi insonlari uchrashuvini tashkillashtirib berishini Epsteindan iltimos qilib so'ragan. 2019-yilning boshlarida Ambani Epstein bilan uning Manhattandagi uyida ko'rishgan. Aynan o'sha sanalarda kechki payt Jeffrey Epstein Amerika prezidentining bosh maslahatchisi Bandenga muzokaralar juda ham yaxshi o'tganligi, Modi to'g'risida ham muzokaralar juda ham zo'r o'tganligi to'g'risida ma'lumot yozib qoldirgan. Aynan shu joydan ko'rishingiz ham mumkin, savollar paydo bo'lishi ham mumkin, ish qanchalar jiddiyligi to'g'risida. Butun dunyo rahbarlari, hattoki katta vazirlar ham Epsteindan Amerika bilan uchrashuvlar tashkillashtirib berishini, hattoki harbiy munosabatlarni yaxshilab berishini ham iltimos qilib so'ragan. Bu pedofil inson o'zi aslida kim? Jeffrey Epstein o'zi aslida kim? U kim bo'ptiki, katta dunyolar, katta rahbarlar o'rtasida harbiy munosabatlarni va vazirlar uchrashuvini tashkillashtirib beruvchi inson. Jeffrey Epstein rostdan-da katta yirik moliyachi multimillionermi yoki-da moliyachi nomi ortidagi josusmi? Nima deb o'ylaysiz? Aynan shu joyda o'z fikringizni hozirroq kommentariy bo'limida yozib qoldiring. Bill Clinton, Amerika sobiq prezidenti, hozirgi kunda eng shov-shuvli bo'lib turgan insonlardan biri. Nima uchun aynan eng ko'p shov-shuvli bo'layotgan insonlardan biri? Chunki Epstein fayllarida Epstein bilan birgalikda tushgan ko'p rasmlari mavjud va Epsteinning fayllarida eng ko'p nomi qayd etilgan insonlardan biri bu Bill Clinton hisoblanadi. Hattoki Amerika Adliya vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarda ham Bill Clintonning juda ham ko'p rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Bill Clinton to'g'risida qiziqarli ma'lumotlardan biri. Bill Clinton Epsteinning oroliga 28 marta tashrif buyurganligi va ayrim bir rasmlarda yosh qizlar bilan bitta vanada cho'milganligi to'g'risida ham rasmlar va ma'lumotlar mavjud. William Burns, Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori. Bill Burns Obama rahbariyatida bosh kotib lavozimida ishlagan va undan tashqari Joe Biden prezident bo'lgan paytlari Mirabaning sobiq vaziri ham bo'lgan. Aynan bu inson Epstein bilan 2014-yil naqd 3 marta rejalashtirilgan uchrashuv tashkillashtirgan. Uchrashuvlardan biri Washingtonda va yana biri esa Epsteinning Manhattandagi uyida tashkillashtirilgan. Butun dunyo sevib foydalanadigan va hozirgacha foydalanib kelayotgan, bizga kerakli ma'lumotlarni tez va oson olishimizga yordam beradigan aynan Google ijtimoiy tarmog'ining rahbarlarini ham Epsteinning qora fayllari chetlab o'tgani yo'q. Sergey Brin aynan Epstein bilan kechki ovqatini uning orolida o'tkazishi va kechki ovqati to'g'risida Epsteinning odamlaridan biri Maxwell bilan birgalikda gaplashganligi to'g'risida ham ma'lumotlar Epsteinning fayllarida berib o'tilgan. Amerika prezidenti Donald Trump prezidentlikka saylangandan so'ng prezidentning eng oldi va birinchi maslahatchilaridan biri, Oq uyning bosh strateglaridan biri Steve Bannon va Epstein o'rtasida juda ham ko'p yozishmalar borligi to'g'risida ham ma'lumotlar qayd etilgan va ayrim bir yozishmalarda Xitoyga bosim o'tkazish to'g'risida ham gap aytib o'tilgan. Va faktlarga asoslangan holatda shu narsani ayta olamizki, 2016-yillarda Donald Trump prezidentlik partiyasining bosh rahbari va undan tashqari respublikachilar o'rtasidagi eng gapi tez o'tadigan, ta'sir doirasi keng bo'lgan insonlardan biri ham bu Steve Bannon hisoblangan. Boya sizlarga aytganimdek, Epstein va Bannon o'rtasida juda ham ko'p yozishmalar borligi Epsteinning qora fayllarida ham berib o'tilgan. Aynan ular asosan global masalalar va Yaqin Sharq va O'rta Sharq o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni yaxshilash, shular to'g'risida gap olib borishgan.
Aynan Epstein Donald Trampning prezident bo'lishiga katta yordam bergan va siyosiy iqtisodiyotga katta ta'siri bo'lgan Bannonga o'zining Parijdagi uyidan foydalanishi va o'zining shaxsiy samolyotlaridan foydalanishi uchun ruxsat bergan. Ular o'rtasida juda ham ko'p uchrashuvlar va ovqatlanishlar ham mavjud bo'lgan. Tesla kompaniyasining rahbari va undan tashqari dunyoning eng yetakchi multimillionerlaridan biri Elon Musk ham Jeffrey Epstein fayllarida nomlari qayd etilgan insonlardan biri hisoblanadi. Ammo fayllarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra Elon Muskning nomi hech qanday qoralanmagan. Jeffrey Epstein Elon Muskga bir necha marta uchrashuv tashkillashtirishni iltimos qilib so'ragan. Ya'ni o'sha Epstein va Elon Musk o'rtasidagi uchrashuv bo'lishini iltimos qilib so'ragan. Ammo Elon Musk bir necha marotaba mening vaqtim yo'q deb unga javob bergan. Va yozishmalarning birida Elon Musk juda ham ishdan charchagani va dam olishni xohlagan. Lekin katta ehtimollar bilan Jeffrey Epstein bilan ko'rishmaganligi to'g'risida ayta olishimiz mumkin. Elon Musk o'zining Twitter'dagi sahifasida Jeffrey Epstein va Elon Musk o'rtasidagi qandaydir ma'lumotlarni tutib o'tirish o'rniga u bilan jiddiy ishlarni qilgan va jinoiy ishlarni qilgan insonlarni tergov ostiga olishlarini va ularni surishtiruv qilishlarini so'ragan. Yaklan Turberan, Norvegiya sobiq bosh vaziri. Norvegiya sobiq bosh vaziri va Epstein o'rtasida ham juda ham ko'p yozishmalar mavjud. Ayrim bir yozishmalarda Norvegiya bosh vaziri Epsteinga uning oroliga oilasi bilan dam olishga borayotganligi to'g'risida ham yozib qoldirgan. Ammo ayrim bir muammolar sababli Norvegiya bosh vaziri Epstein oroliga bora olmagan. Aynan bu inson Jeffrey Epstein bilan yozishmalar davrida Nobel qo'mitasining ham bosh rahbari bo'lgan. Hozirgi paytgacha ommalashib borayotgan va nomi eng ko'p tilga olingan insonlardan biri Amerika prezidenti Donald Trump ham Epstein fayllarida nomi qayd etilgan insonlardan biri hisoblanadi. Ammo Epstein fayllari ommaga taqdim etilishidan oldin Donald Trumpning o'zi bu haqida ma'lumot berib o'tgan. Ya'ni Epsteinning fayllari ommaga taqdim etilmoqda deb. Ammo Epsteinning fayllari ochilgandan so'ng eng ko'p nomi tilga olingan va uning suratlari, eng ko'p videolari bor inson ham aynan Donald Trumpning o'zi bo'lib chiqqan. Yana bir qiziqarli faktlardan biri, Epsteinning fayllarida ko'plab insonlarning nomlari qora chiziq tortilgan, undan tashqari ko'p insonlarning yuzlari qora chiziq orqasida turganini ko'rishingiz mumkin. Bu nimadan dalolat? Xuddiki u yerdagi insonlarning nomlari bekitilgan, u yerda kimlar qatnashgan, muhimroq insonlarning nomi bekitilgan va ularning suratlari, jinoyatchilarni va jabrlanuvchilarning yuzlari bekitilganligini ko'rishingiz mumkin. Yana bir shubhali qismlardan biri. Donald Trump bu narsalarni hammasini bilgan va sezgan. Amerika fuqarolari xuddi shunday gaplarni olib chiqishgan, ya'ni Epstein orolida yosh qizlar bilan kim ko'p jinsiy aloqa qilgan va u yerda kimlarning nomi mavjud. Va u yerda xalq o'rtasida yurgan gap, ya'ni fayllar va vazirliklar tomonidan berilayotgan ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi ma'lumotlarda asosan Donald Trumpning nomlari u yerda o'chirilganligi to'g'risida xalq ichida gap ketgan. Hozirgi paytda juda ham ko'p muzokaralarga sabab bo'layotgan yana bir jiddiy fayllardan va jiddiy epizodlardan biri. Donald Trump 2006-yilda Palm Beachda joylashgan FQB rahbari, ya'ni vazirga qo'ng'iroq qilgan holatda Jeffrey Epsteinning, ya'ni bu pedofilning jinoyatlari to'g'risida hamma bilishini aytgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Palm Beach bu Donald Trump qarorgohi joylashgan yana bir shaharlardan biri hisoblanadi. 2006-yilda Donald Trump Epstein ustidan ish ochilgandan so'nggina Palm Beachdagi mudofaa vaziriga qo'ng'iroq qilgan. Donald Trump bu ofitserga "Xudoga shukr, siz uni to'xtata oldingiz. Jeffrey Epstein nimalar qilganligini deyarli hamma bilardi", deb aytdi. Juda ko'p manbalarda va fayllarda aynan ofitserning ismi bekitilgan, ammo jurnalistlar aynan o'sha davrlarda Palm Beachning mudofaa vaziri kim bo'lgani va ofitseri kim bo'lganini tezda topib olishgan. U insonning ismi Michael Ryder bo'lgan. Donald Trump va ofitser o'rtasida bo'lgan yozishmalarda Donald Trump New Yorkda joylashgan Mar-a-Lago klubidan haydab chiqarib yuborganligi va butun New York uni kimligini bilganligi to'g'risida aytib o'tgan. Ammo o'sha davrlarda ham aynan Epstein to'g'risida to'liq ma'lumotlar va jinoyat ishlari ochilmaganligini hisobiga Palm Beachdagi ofitserga uning oldidagi Maxwell, ya'ni Epstein oldida yuradigan ayol Maxwellga ko'proq e'tibor qaratishlarini so'ragan. Shu joyda savollar paydo bo'ladi. Nima uchun Jeffrey Epstein
o'zi qilgan ishlari to'g'risida ochiq-oydin ma'lumotlarni yozib qoldirgan va dunyoning eng katta rahbarlari bilan shunchaki pochta orqali yozishib o'tirgan. Ya'ni dunyoning model qizlari, yosh qizlari to'g'risida ham pochta orqali yozishgan. Undan tashqari siyosiy ishlar to'g'risida ham pochta orqali yozishgan. Agar siyosiy ishlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa yoki yosh model qizlar to'g'risida ham hattoki gap ketadigan bo'lsa, oddiy telefon qo'ng'irog'i orqali yoki uchrashuvlar orqali gaplashib o'tirilmaydimi? Yana bir shubhali tomoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Donald Trump Palm Beachning ofitseriga aynan shu gaplarni aytgan. Ya'ni Jeffrey Epsteinning oldida yuradigan Maxwellga e'tiborliroq bo'linglar deb. Biz oldingi videolarimizda aytib o'tganmiz. Yosh qizlarni asosan orolga kelishiga eng katta sababchi bo'lgan insonlardan biri bu aynan Maxwell hisoblanadi. Ya'ni Jeffrey Epsteinning oldida yuradigan ayol. U yosh qizlarga $300 dan $400 modellikni o'rgatamiz. Undan tashqari senga soatiga $400 pul beramiz deb aldagan insonlardan biri hisoblanadi. Demak, Donald Trump u haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lgan va shuning uchun ham aynan ofitserga bu so'zlarni aytgan. Undan tashqari, Jeffrey Epstein dunyoning yirik eng katta insonlari bilan vaqtini o'tkazib shunchaki pochta orqali gaplashib o'tiradi deb o'ylaysizmi? Va shu joyda yana bir qiziqarli savol. Donald Trump uning fayllarida nima borligini bilgan bo'lsa, nimaga yaqin orada o'zi suhbatlarida Jeffrey Epstein fayllari ommaga taqdim etilishi to'g'risida aytib o'tdi. Garchi uning suratlari uning fayllarida ko'rsatilgan bo'lishini bilgan bo'lsa-da. Juda ham qiziq, to'g'rimi? Shuncha narsani bilsa-da Epstein nimaga o'z nomini qoralamadi? Ya'ni qora chiziq tortmadi o'zining nomiga yoki o'zi tushgan tasvirlarga o'zining yuziga qora chiziqlarni qo'ymadi. Shunchaki ommaga taqdim etdi. Lekin ayrim bir qismlarda ayrim bir insonlarning nomi qora parda ortida va ayrim bir suratlarda ayrim bir mashhur elit insonlarning ham yuzi qora parda ortida bekitilgan. Jeffrey Epstein josusmi yoki shunchaki qo'shmachi insonmi? Va undan qo'rqinchlisi va e'tibor qaratishingizni so'rab qoladigan mavzularimizdan biri Jeffrey Epstein orolida kelgan, maishatga kelgan insonlarni hadeb rasmga tushiravergan. Yalang'och erkaklar bo'ladimi yoki kiyimsiz qizlar bilan birgalikda tushgan yalang'och erkaklarning rasmi bo'ladimi? Ularni barchasini suratga olgan va ular bilan birgalikda suratga olingan. Va Jeffrey Epsteinning fayllarida berilmagan ayrim bir ma'lumotlarga ko'ra, u orolda har xil zo'rlashlar va qiynoqlar ham bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar aytilgan. Va bu narsalarni Jeffrey Epstein ochiq-oydin o'zi ko'rsatib bergan va o'zi suratga olgan. Va o'zini ham suratga olgan ular bilan birgalikda. Shu joyda nima deb o'ylaysiz? Dunyoning elitlari o'zi yaxshi ish qilmayotganligini bilib turib, qanaqasiga suratga tushishga rozi bo'lishi mumkin? Juda ham shubhali, to'g'rimi? Jeffrey Epstein aksincha u yerda qaysi mashhur insonni, qaysi multimillionerni ko'rsa, aynan o'sha inson bilan suratga tushgan, rasmlarga tushgan, o'zining ijtimoiy tarmoqlariga qo'yib borgan. Xuddiki bu narsalar ancha oldin rejalashtirilganga o'xshaydi. Pedofil katta prezidentning kuyovlari va mashhur multimillionerlar ularning barchasini o'zining oroliga tashrif buyurishi so'rab qolgan, uning ko'p maishatlar qilib bergan aynan o'sha multimillionerlarga. Va pedofil bu ishlar bilan bir necha marotaba emas, aksincha 20-25 yil davomida aynan mana shunday isqirt ishlar bilan shug'ullangan. Bu narsa barchasi oldindan rejalashtirilgan. 2008 va 2019-yillarda ham Epstein rasman qamoqqa olingan payt ham, o'sha rasman qamoqqa olindi degan payt ham undan 1-2 kun oldin va aynan o'sha kundan 1 kun keyin aynan o'sha orolda kayf safo qilib yurgan. Va multimilliarderlar va katta insonlar yosh qizlarni zo'rlash uchun borganligi to'g'risida ma'lumotlar berilmagan. Kimlar borganligi, ular to'g'risida ro'yxatlar ommaga taqdim etilmagan. Shuncha darajadagi shubhali ma'lumotlardan so'ng ham Epstein o'zi o'lganmi yoki yo'qmi? Yoki yana ayrim bir ma'lumotlarda uning ism familiyasi o'zgartirilgan holatda Isroil hududida yashamoqda degan ma'lumotlar ham keltirilgan. Ayrim bir faktlarda esa Nyu-York ko'chalarida Epsteinni ko'rganliklari, u soch soqollarini o'stirib olib, umuman boshqacha qiyofada yurganligi to'g'risida ham ma'lumotlar taqdim etilgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi videomiz to'g'risida o'z fikringizni izohlar bo'limida albatta yozib qoldiring. Epstein tirikmi yoki yo'q? Epstein o'zi kim? U josus yoki shunchaki qo'shmachi? Shuncha berilgan ma'lumotlardan siz qanday fikrdasiz? Albatta fikringizni izohlar bo'limida yozib qolasiz degan umiddamiz.
Agarda bizning videolarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa va bundan qiziqarli videolarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, hoziroq bizning Amerikadagi o'zbeklar YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni va videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolgan bo'lardim. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.